Assalomu alaykum hammaga. Hammaga xayrli kun. Bugun men sizlarga shu vulqon toshi, seramis toshini sizlarga tajriba qilib ko'rganim bo'lishmoqchiman. Bu Xitoy. Faqat ko'rinishi boshqacha bu seramisni. Bu Lucky Alakaze Lucky Van klubini mana ekkanimga unaqa ko'p bo'lmadi. Mana уже sekin nish urib chiqishni boshladi. Mana ikkinchisi, bu yerga ikkita klubin solganman. Holatlari zo'r holatda turibdi. Yaxshi holatda turibdi. Bitta bugulni sinab ko'rmadim bu toshdan. Undan tashqari zamiya gulida ham sinab ko'rdim. Mana holati yomon holatda edi. Mana shu seramisdan soldim. Tagida mineral toshlar, turpog'ida mineral toshlardan solganman. Holati yaxshi holatda turibdi hozir. Keyin Alakaze Scalp Roomda ham sinab ko'rdim bu toshni. Bu gul menga kelganda bitta barg edi. Shu mineralniy toshlar solib, seramis, keyin undan tashqari mana bunaqa mineralniy tosh lechuzov undan solib ekdim. Bu ham Xitoyga maydasidan o'rtancha maydalikda. Hop, shulardan aralashtirib ekdim. Undan keyin mana ikkinchi bargi, undan keyin uchinchi bargini chiqardi. Mana hozir bu yog'idan yana chiqarishga harakat qilyapti. Holatlari zo'r. O'ziga mos bo'lgan tuveliga ekib, chiroyli holatda turibdi gulimiz. Yaxshi holatda demoqchiman. Keyin shu alakaziyamiz ham yaxshi holatda turibdi. Ildizlari zo'r. Voy, tushib ketdi qo'limdan. Bunga ham solganman. Shu mineralniy toshlardan mana ildizlari zo'r holatda turibdi. Keyin mana singoning gulimiz. Bu menga kelganida bitta shox edi. Kichkina ko'rinishda edi. Shu mineralniy toshlarga o'tkazganimdan keyin katta bo'lib o'sdi. Shoxini kesdim. Keyin mana bu ikkinchi anaqa shoxi, bu mana menimizda uchinchi shoxi. O'sha mana holatlari yaxshi, yangi barglar chiqargan. Mana bu yangi bargi. Hop. Mana bu yangi bargi. Hop. Keyin mana bunisi ham yangi bargi. Holatlari zo'r holatda turibdi. Bu tuvegimiz o'ziga mos va qulay yaxshi tuveg ekan. Mana ildizlarini ko'rsak bo'ladi. Tagida chiqib turibdi. Hop, keyingi gulimiz, aglaonema gulimiz. Bu ham yaxshi holatda turibdi. Men kelgandan keyin bu bargini chiqardi. Bu bargini mana yangi bargini chiqaryapti. Eski bargini tashlashga harakat qilyapti. Buning ichida mineral toshlarimiz bor. Shu mineral toshlarimizga ham mana shu seramisdan qo'shganmiz. Holatlari zo'r. Mana ildizlari ekkanimdan keyin keyinga yurayotgan ildizlari yaxshi holatda turibdi. Bu ham mana yangi ildizlik chiqaryapti. Hop. Mana bu yoqdan ildizlar chiqib kelyapti. Bu gulimiz ham yaxshi holatda turibdi. Hop. Keyingi gulimiz mana shu antiurumni olib kelganimda ko'ruvdinglar. Bu antiurum hop, ikkiga bo'lib oluvdim. Olib kelganimdan keyin, keyin men tuveni olganimdan keyin, olib keltirganimdan keyin zakaz qilib bu tuvega ekdim. Ikkitasini bitta qilib shu gulimizni turpog'iga ham shu
seramisdan aralashtirganman, lechozapomdan aralashtirganman. Holatlari yaxshi. Bolajonlarimiz sho'x, endi bilasizlar, gullarimni bariga ahamiyat bermaysizlar. Gullarimga dori sepganman. Hop, bolalarimiz sho'x. Shu gulimni bu yoqdan chiqayotgan yangi bargini sindirib qo'yishdi. Mana men bu bargi ham yangi almashtirgan paytimda anaqa nima deydi, sal shikastlangan. Yaxshi holatda turibdi. Gullarimizni bir xillarni guli ko'rganman. Bargida qora dog'lar yoki uchida, bargini uchida sarg'ayishlar bo'ladi. Mana menda ham yaxshi holatda turibdi. Unaqa sarg'ayib ketmagan barglari. Zo'r holatda turibdi gulimizni. Bu guldan olganman, lekin bu gulni tilini tushunmasdan o'ldirib qo'yganman. Mana bu alhamdulillah, mana shu gulim yaxshi turibdi. Men barglari urinib, o'sha paytda urinib kelgan. Tuvagimiz ham yaxshigina ekan. Mana yangi tomirlari chiqyapti. Shularni ko'rishga ham yaxshi ekan. Tegida talinkachalari ham bor. Keyingi gulimizni, mana monster gulimizni. Bu gulni yonidagi shoxlarini kesdim, ko'paytirishga qo'ydim. Mana shu orasidan, shu shoxidan, pastidan chiqaryapti bitta barg. Bitta barg chiqaryapti. Mana bu bargi eski bargi. Hop. Keyin mana yangi tomirlari yaxshi holatda. Shu ikkitali tuvagi ekkanman. Zo'r holatda turibdi. Keyin mana shu ayol baxti gulini ekkanman. Yomon holatda edi. O'sha yashagisi ham kelmayapti edi. Yomon holatda turganda nima qilishni bilmadim. Tuvagini almashtirdim, tagiga mineral toshlardan soldim, shu seramikdan soldim. Mana seramikimiz, lechozaponimiz. Hop, shu gulimiz yaxshi holatda turibdi. Hop, mana fitilni qilib ekib qo'yganman. Ildizlari mana rivojlanib, o'zini tiklab ketdi. Yaxshi holatda turibdi bu ham. Mana yangi barg chiqaryapti уже. Mana eski barglari sal namligini oshirib yuboribman. Eski barglari. Keyin shu gulimni ham ko'rsatgandim sizlarga. Gardeniya gulimni bir paytlar qo'yim yeb qo'yganda pashnik edi. Yeb qo'ygan. Mana bu yoqdan yangi shoxlar chiqardi. Hop, shu gulimizni mana yangi chiqarayotgan anaqalari, holatlari zo'r holatda turibdi. Mana bu yoqdan yangi ildizlari chiqqan уже. Fitilni tuvayda turibdi. Namligi ham unaqa oshib ketmayapti. Yaxshi holatda turibdi. Namligi oshib ketgan paytda qora pashshalar ko'payar ekan. Shu paytda shu yopishtirgich yaxshi narsa ekan. O'ziga chaqiradigan nimasidir bormi bilmayman, lekin mana bu yoqda ham bor. Hop, mana o'ziga yopishtirib olgan. Yaxshi holatda turibdi bu ham. Bir xillari ko'p tursa anaqa ham bo'lmaydi. Pashsha anaqa yopishtiradiganlarni bilasizlar. Shunaqalar ko'p tursa uncha yopishtirmaydi, chang bo'lib, nima qilib. Yo'q, bu yaxshi holatda turibdi. Hop. Endi hozir men shu mana Xitoydan olib keltirgan lechozaponimizda gulimizni ekib
tajriba qilib ko'rmoqchiman. Shu Silver Queen gulimizni olib keldim bugun. O'shani anaqa ekib tajriba qilib ko'rmoqchiman. Shuni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Mana kichkina stakanchani tagini teshib ip o'tkazib oldik. Keyin shu toshimizdan solamiz. Ozgina shu gulimizni sekin o'tkazib olamiz. Hozir ekib ko'rsataman. Xo'p, mana ekib oldim shu toshimizga. Endi bunga jon suvini berib, keyin teplичкамizga qo'yib qo'yamiz. Bu keyingi natijalarini sizlar bilan bo'lishaman yana. Bu mineral toshimizda qanaqa holatda turdi, yaxshi o'syaptimi, hammasini sizlar bilan bo'lishaman. Inshaalloh. Mana shu mineralniy toshlar nimalar holati qanaqa turdi, nima bo'ldi, shularni hammasini bo'lishib boraman, natijalarini inshaalloh. Hozircha shu narsalar bilan bo'lishmoqchi edim sizlarga. Uzr, sal hayajonlanyapman. Birinchi marta video olishim. Gapirib manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa xursandman. Keyingi yana inshaalloh video olib sizlar bilan bo'lishaman.